Assalomu alaykum. Namoz o'qiyotganimda kulish, yig'lash mumkin emas deb o'qiganman. Lekin men joy namozga chiqdim degunimcha ko'zimdagi yoshimni to'xtata olmayman. Mumkin emas, yig'lamayman deyman u o'zimdan o'zim to namozni tugatmagunimcha yig'layveraman. Ko'zlarimdan o'zidan o'zi yosh oqaveradi. Ayniqsa sajdaga bosh qo'yganimda yig'im sababli uzoq qolib ketaman. Zikr ahlidan so'rang hayati. Va alaykum assalom. Namozni oxiratni o'ylab yig'lash joiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tortib sahoba, tobein va barcha solih insonlar namozlarini yig'isiz o'qimaganlar. Vallohu alam. Manba savollar.islom.uz